Assalomu alaykum. Hozir men nafsimga ustun chiqdim. Ya'ni bu ikkita somsa olganim emas. Hozir ertalab shuni ko'zim ochildi, qarasam o'zi ishga chiqish vaqtim bo'lyapti-da. Chiqsammikan, chiqmasammikan dedim. Nafsim ustunlik qilyapti-da. Keyin oxiri chiqmasam bo'lmaydi dedim. Keyin bugun chiqmasam, keyin kun ham shunaqangi nafsim ustun kelaveradi. Nafsim meni yengib qo'yadi dedim. Keyin oxiri chiqdim va ikkita somsa oldim va so'mkamda bitta 1 litrlik suv olib olganman. Nafsim hozir ishga chiqdim. Mana bugun chorshanba, bugun sana 19. Nasib bo'lsa Xudo xolasa qo'llab turing. Bugun bo'ladigan taassurotlarni sizlarga ulashib boraman. Rahmat, sog' bo'linglar, charchamangizlar. Hozir men buni yuvolamiz, zavtrak qilaman buni. Ham ujin bo'lib ketadi. Keyin bir kechroq yana biron nima yuvolamanda. Rahmat, hammalaringizga sog' salomat bo'linglar, charchamangizlar.